Assalomu alaykum. Hammaga taqsimot 4-sinf savollar yechimini berish boshlaymiz. Qani ketdik. Demak, o'zi sanab chiqadigan bo'lsak, mana ikkinchi rasmda nechta bo'lak bo'ladi? 40 chiqsak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. O'zi 3 ta nima bo'lgani uchun birinchi rasmda xuddi shunaqa 3 ta kvadrat bo'lgani uchun 3 kira 11 33 bo'lishi kerak. Lekin mana bu yoqda mana bu 1, 2 deb sanab ketolmaymiz. Bu ikkalasi bitta bo'lak tashkil qiladi. Xuddi shunday bitta pastda ham bor. Bitta pastda ham bor. Xuddi shunday bu yoqda ham bor. Bu yoqda ham bor. Shu 4 tani biz bir martadan sanashimiz kerak. Shuning uchun 33 dan 4 ni ayiramiz, 29 ta bo'lak. Demak, javob ham 29. Keyingisi ikkinchisi. Tomoni 1 bo'lgan uchburchak yuzini x deylik. Shu x dan nechta bor? 16 ta. Endi tomoni 2 bo'lgan uchburchak yuzda demak 4x bo'ladi o'zidan. Shundan nechta bor? 1 2 3 4 5 6 va 7-chi yashirilgani mana bu. Mana bu 7-chi yashirilgani bo'ladi. 7 ta bo'ladi. Hop, tomoni 3 bo'lganini 100 demak 9x bo'ladi-da, undan nechta bo'ladi? 3 ta bo'ladi. Uni ko'rish qiyin emas. Hop, tomoni 4 bo'lganini 100 16x bo'ladi. Undan bitta hammasini qo'shadigan bo'lsak 87x teng 7221 bo'ladi. Unda x topadigan bo'lsak 83. Demak, bitta kichkina teng tomoni 3 burchak yuzi 83. Javob 83. Keyingi savol. Hop, 20 ta sonni o'rta arifmetik 20 ta 20 ga teng 15 ta sonni, demak yig'indisi 15 kira 20 300 bo'ladi. Endi eng kattasini juda ham katta qilish uchun qolganlarni kichkina qilib tanlaymiz. Iloji boricha 1, 2, 3 va hokazo 14 gacha tanlaymiz. 1 dan 14 gacha qo'shadigan bo'lsak 105. Demak 300 dan 105 ni ayirsak 15-inchisi 195 bo'lishi kerak. Demak 195 bilan 1 ni ayirsak farqi eng ko'pi bilan 194 bo'ladi. Keyingisi 4-inchisi. Hop, 10 dan 50 gacha qo'shadigan bo'lsak o'zi boshiga oxirini qo'shamiz 60, 41 ta son bor, 60 41 ga ko'paytirib 2 ga bo'lamiz. 1230 bo'ladi. Hop, bizada plus oldiga plus bo'ladiganlarni yig'indisini x deylik. Oldin minus qo'yiladigan yig'indisini y deylik. X plus y 1230. X minus y nimaga teng bo'ladi? 1000 ga. Bundan y topadigan bo'lsak 1230 dan 1000 ni ayirib 2 bo'lamiz. 115. Demak, iloji boricha ko'proq larni qo'shsak 115 bo'lishi kerak. Demak, 10 ni oldiga minus qo'ya olmaymiz, shuning uchun sanamaymiz. 11 ni qo'yish mumkin. 12, 13, 14, 15, 16. Qo'shadigan bo'lsak 81 bo'ladi bilan qo'shsak. Demak, yana bittasini qo'shishimiz mumkin 28. Demak, ko'pi bilan 7 tasini yig'indisi 115 bo'lishi mumkin. Shuning uchun javob 7. Keyingisida 5-inchisida. Hop, 4A va 4B larni yig'indisi demak 3 ga bo'linishi kerak. 4A sinf o'quvchilari 4 ga bo'lganda 3 qoladigan son bo'lishi kerak. 4B sinf o'quvchilari 20 ta bo'lsa, 4A undan ko'proq bo'ladigan bo'lsa 23 bo'lishi mumkin. 4A agar 4A 23 bo'lsa, 4B bilan 4A 43 bo'ladi, lekin 43 3 ga bo'linmaydi. Demak 23 bo'lmaydi. 23 dan keyin 4 ga bo'lsa 3 qoladigan 27. 27 ga 20 ni qo'shsa 47. 47 3 ga bo'linmaydi. Demak olmaymiz. 27 dan keyin 31. 31 ga 20 qo'shsa 51 3 ga bo'linadi. Demak, eng ko'p 4-asrda eng kamida 30 bitta bo'lar. Keyingisi 6-savol. Hop, birinchisini hosil qilsak bo'ladi. Hop. Bu mamdoq 2 ga bo'lsak
mana bundoq 2 ga bo'lamiz, bundan mana bundoq 2 ga bo'lamiz. Bu bilan buni tanlab birlashtirsak, buni hosil qilsak bo'ladi. Keyingisini hosil qilish uchun mana bundoq kesishimiz kerak va mana bundoq. Bundoq kesishimiz uchun mana bundoq qirqamiz buni. Keyin esa yo'q, bundoq emas. Mana bundoq qirqamiz va mana bundoq qirqamiz. Keyingisini bundoq qirqamiz, bundoq. Demak, bu bilan buni olib, buni hosil qilish mumkin. Keyingisi buni hosil qilish uchun mana bundoq 2 bo'lakka ajratamiz. Endi shu ikkita bo'lak hosil qilishimiz kerak. Mana bundoq qirqib, mana bundoq qirqib, yo'q, bo'lmas ekan. Mana bundoq qirqadigan bo'lsak, bu bilan buni olib, buni hosil qilish mumkin. Endi keyingisini hosil qilishimiz uchun biz mana bundoq bo'laklarga ajratishimiz kerak. Bundoq bo'laklarga ajratish uchun yo'q, mana bundoq bo'laklarga ajratsak ham bo'lar ekan. Bundoq va mana bundoq. Mana bundoq kesamiz. Bundoq kesamiz. Bundoq kesamiz va mana bundoq kesamiz. Hop, biz tanlaydiganimiz bu bilan mana buni tanlaymiz. Shunda buni hosil qilsak bo'ladi. Keyingisi buni hosil qilish uchun esa buni hosil qilish juda ham oson. Mana bundoq va mana bundoq bo'lak kerak bizga. Mana bundoq 2 bo'lakka bo'lib buni olsak bo'ladi. Va mana bu bilan buni tanlab qilamiz. Buni ham qildik. Keyingisi buni hosil qilish uchun bundoq va bundoq kesishimiz kerak. Bundoq kesishimiz uchun bundoq ajratamiz. Mana bundoq. Mana bundoq va mana bundoq. Hop, olishimiz kerak bo'lgan bo'laklar bizda demak, buni hosil qilish uchun mana bundoq kesamiz. Mana bundoq, bundoq va mana bundoq. Demak, bu bilan buni olib buni hosil qilsak bo'ladi. Demak, hammasini hosil qilsak bo'ladi. Demak, javob 6. Keyingisi 7-chisida. Hop, chigitga chumol toshbaqa demak. Bu 50 cm minutiga, bu 30, bu esa 20 cm minutiga. Masofa demak 200 cm bo'lsa, birinchisi tomon 200 bo'lsa, masofa qancha bo'ladi? 200 kira 4, 800. 800 ni 50 ga bo'ladigan bo'lsak, chigitga har 16 sekundda joyiga qaytib keladi. A nuqtaga
Xo'p. Endi keyingisi masofa 150 bo'lsa, 150 kira 4 600, tezligi 30 bo'lgani uchun 600 ni 30 ga bo'lsak, ikkinchisi har 20 minutda qaytib keladi. Uchinchisi C nuqtada turibdi. Masofa 75 kira 4 300. 300 ni 20 ga bo'ladigan bo'lsak, har 15 minutda qaytib keladi. Biri 15, biri 20 minut, biri har 16 minutda qaytib keladi. Demak, biz nima qilishimiz kerak? 15, 20, 16 ni 2 kunda topishimiz kerak. 15, 20, 16 ni 2 kun 240 bo'ladi. Javob 240. Keyingisi 9-chi. 8-chi. 0 dan 9 gacha raqamlar yozilgan. Nodir ular orasidan bittasini, keyin sardor qolganlar orasida ikkitasini, erkin olsa qolgan kartalar orasida 3 tasini tanlab. Salim esa qolgan barcha kartalarni tanladi. Demak, Nodir bitta, sardor 2 ta, erkin 3 ta, Salim esa 4 talasini ham tanladi. Shundan so'ng ularning har bir kartalarda yozilgan raqamlar yig'indisini hisoblab doskaga yozishdi. Hop, 1450 nima degani bu? 50 ko'paygan 29. Demak, qaysidir birini kartalar yig'indisi 29. Eng uchta eng kattasini qo'shsak ham 29 bo'lmaydi. Demak, Salim tanlagan 4 tasini yig'indisi 29. Demak, Salim 9, 8, 7, 5 tanlagan bo'ladi. Boshqacha bo'lmaydi. Demak, qolganlarni kartalarni ko'paytmasi 50 bo'lish kerak. 50 nima degani? 2 kere 5 kere 5 bo'lish kerak. Endi bizda 9, 8, 7, 5 ketsa 0, 1, 2, 3, 4 va 6 kartalar qoladi. Endi 6 bo'lgani uchun demak qaysidir biri 10 bo'lish kerak. Hop. Chunki 50 bo'luvchisi bo'lish kerak-da. Demak, hop, qaysidir birini yig'indisi 10 bo'lish kerak. 10 kere 5 kere 1. Erkin yoki sardor yig'indisi 10. Endi erkin yoki sardor aniq birdan katta bo'lgani uchun u 5 bo'ladi. Erkin yoki sardordan biri 5, biri 10 ni tanlagan. Nodir shunda faqat 1 ni tanlagan bo'ladi. Demak, joylashtiradigan bo'lsak, u 1 ni tanlagan bo'lsa, sardor 6, 4 tanlagan bo'lishi mumkin. Erkin esa 2 va 3. Yoki 2 va 3 ni sardor, erkin 6 va 4. Shunda 10 dan 5 ni ayiramiz, farqi 5 bo'lar ekan. 8-chi, 9-sida 100 dan 199 gacha sonlar orasida turli raqamli sonlarni o'sish tartibida yozdi. Turli raqamli sonlar demak, o'zi 1 bilan boshlanadigan turli raqamli sonlar nechta? Birdan keyingi xonaga 9 xil raqam qo'yish mumkin. Birdan tashqari ikkinchisiga 3-xonaga 8 xil. 1 bilan boshlanadiganlar 9 kira 8 72. 2 bilan boshlanadiganlar ham 72. 3 bilan boshlanadigan ham 72. Demak, 216-son bu 2 bilan 3 bilan boshlanadigan eng oxirgi son 398. 217-son esa 4 bilan boshlanadigan eng kichik son 401 bo'ladi. 398 ga 401 qo'shsak, natija 799. Keyingisida 10-sida sardorni demak 3 marta raqamni keyin qo'shib belgisi, keyin esa 2 marta raqam tugmachalarini bosdi. Xo'p, demak A, B esa 3 xonali songa qandaydir 2 xonali sonni qo'shyapti. Masalan, 7C bo'lsa, agar birinchi o'rinda 7 keladigan bo'lsa, 7 yozilmaydi. A, B, C ga C ni qo'shib 450 bo'ladi. Aslida haqqi yig'indi 450 dan 70 ta ko'p. 450 ga 70 qo'shamiz. 520. Endi ikkinchi holat A, B, C ga C 7 ni qo'shsa, 7 ko'rinmagan uchun A, B, C ga C ni qo'shib 450 bo'ladi. O'zi A, B, C ga C ni qo'shsa 450 bo'lyapti. Lekin aslida A, B, C ga nima qilish kerak? A, B, C ga 10 kira C plus 7 ni qo'shish kerak. Chunki C 7 degani 10 kira C plus 7 teng. Endi bu degani A, B, C plus C plus 9C plus 7. Demak, 450 dan 9C plus 7 ko'p bo'lishi kerak. U C ni qiymatiga bog'liq.
C endi 0 bo'la olmaydi, chunki birinchi o'ringa kelyapti. Demak, 1 dan 9gacha 7 ham bo'lishi mumkin. 9 xil qiymat qabul qiladi. Demak, yig'inda ham, asli yig'inda ham 9 xil bo'lishi mumkin. Demak, boshida 1 xil bo'lganda 9 qo'shib 1 jami 10 xil. 10-javob 10. Keyingisi 11. Hop, C de 8 bo'lsa, mana Y dan bu yergacha masofa 36 dan 8 ayiramiz. 28. Hop. O'zi jami yuzi nima bo'ladi shunda? 8 kere 36 plus 8 kere 28. 8 kere 64 512 bo'ladi. Lekin 512 dan mana 8 kere 8 ayirib tashlasak, jami shakl yuzasi 512 kere 64. 448 bo'ladi. Endi teng 2 ga bo'lgani uchun chiziq bilan mana bu yuza demak 224 bo'lishi kerak. Bu ham 224. Endi mana bu x, b, mana bu nuqta va y dan hosil bo'lgan to'g'ri burchak yuzi 8 kere 28 224. O'zi aslida mana bu yerda xato qilib ketdim. 512 dan 64 ni ayirmaymiz, chunki o'zi buni yuzi 8 kere 28, buni yuzi 8 kere 36. Demak 512 bo'ladi. 512 ni 2 ga bo'lsak, har bir yuzi 256 dan bo'lishi kerak. 256. Endi mana bu 224 bo'lgani uchun mana bu BNC uchburchak yuzasi 256 dan 224 ni ayiramiz. 32 bo'ladi. BNC ning yuzi 32. BC tomon nimaga teng? 36 ga teng. Xo'p, BNC ning yuzi 32 bo'lsa, BN ni B36 ga ko'paytirib 2 ga bo'lsak, demak 32. BN nimaga teng bo'ladi shunda? Bizda BN shart emas. ABC'da to'g'ri burchakning yuzalari nechaga teng? Mana bu uchburchak yuzasi necha bo'ldi bizda? 256 dan 224 dan 32. Mana bu esa qolgan yuzi esa 224 edi. 32 bo'lingan 224. 2 bo'lingan 256, chunki bu 256 edi, yana adashib ketdim. 32 ni 256 ga bo'lamiz. Demak bu 1 bo'lingan 8 yoki 8, 256 ni 32 ga bo'lamiz, 8 bo'lib 1. Javobi 1 bo'lib 8 yoki 8 bo'lib 1. Keyingisi 12-chisida bir to'g'richiqda A1 dan A100 gacha nuqtalar ko'rsatilgan tartibda berilgan. Bunda A1, A2, A2, A3 1 dan 99gacha santimetr. X, Y'lar uchun AX, AY kesma uzunligi 75. Do'stlar, X va farqi eng ko'pi bilan nechaga teng bo'lishi mumkin? Demak, bir nechta ketma-ket sonlarni qo'ysak 75 chiqishi kerak. Bu 1 dan 13 gacha qo'shadigan bo'lsak necha bo'ladi? Birdan 12 gacha qo'shaylik. 78 bo'ladi. Demak, bir nechta ketma-ketning yig'indisi 75 bo'lish uchun 3 dan 12 gacha qo'shish kerak. 3 dan 12 gacha qo'shish kerak. Demak, A1, A2 1 bo'lsa, A2 A3 2 bo'ladi. A3 A4 3 bo'ladi. Va hokazo A12 A13 12 ga teng bo'ladi. Demak, A3 A13 kesmaning uzunligi 75. Demak,
13 x3 y 13. 13 dan 3 ni ayirsak ko'pi bilan 10. Keyingisi 13-sida. Xo'p, o'zi aslida 3 marta sekin harakatlansa 849 ni ko'rsatar ekan. Demak, aslida hozirgi vaqtdan 3 marta sekin harakatlansa 3 marta kam vaqt o'tadi. O'sha 3 marta kam vaqt o'tganini x desak, aslida 3x vaqt o'tishi kerak. Xo'p. 924 da 2 marta tez harakatlansa, asl vaqtdan 2 marta ko'p. Bundan ham 2 marta ko'p bo'lsa 3x kerak, 6x bo'ladi. Endi 924 dan 849 ni ayirsak, bu 6x dan x ni ayirganimizga teng bo'ladi. 5x vaqt. Bu 35 degani 5x. X demak 7. Endi 8:49 dan 7 minut ayirib tashlasak, o'zi aslida soati 8:42 ni ko'rsatyapti, lekin maktabda darslar nechida boshlanadi degan. Endi 3x vaqt o'tadi. Aslida 3 kere 7 21. 8:42 ga 21 ni qo'shsa 9:03. Keyingisi 14-sida. Hop, biz mana bu ikkala bo'lakni ham ishlatmaydigan bo'lsak, nechta yasashimiz mumkin? Faqatgina bitta. Bittamiz mana bu va yana bu bo'lak ishlatmasak, bu va yana mana buni yasashimiz mumkin ekan. Ikkita. Ikkalasini ham ishlatmasak, ikkita. Plus endi faqat mana bu bo'lakni ishlatmasak deb buni ishlatsak. Bu holatda mana bunday yasashimiz mumkin. 1 va mana bunday yasashimiz mumkin. Mana bunday yasashimiz mumkin. Ikkita. Endi buni ishlatib, buni ishlatmasak 1 buni ishlatib, buni ishlatmasak bitta. Endi ikkalasini ham ishlatadigan bo'lsak, faqatgina bitta. Plus 1 plus 1 demak 6 ta. Javob 6. Keyingisi 15-sida. Hop, x yoki 2x ga teng bo'ladigan bo'lsa, mana bu yerda x bo'lingan x taqsim 500 yoki x taqsim 1000 bo'lishi mumkin. Keyingi katayda esa 500, 1000 yoki 2000 bo'lishi mumkin. Shunda 2 bilan 3 ko'paytmasi 2x, x yoki 2x bo'ladi. Keyin katayda x taqsim 250 bo'lishi mumkin. X taqsim 500, x taqsim 1000, x taqsim 2000 bo'lishi mumkin. Undan keyin katayda 250, 500, 1000, 2000, 4000 bo'lishi mumkin. Keyin katayda x taqsim 125 bo'lishi mumkin. X taqsim 250 bo'lishi mumkin. X taqsim 500, x taqsim 1000, x taqsim 2000 bo'lishi mumkin va x taqsim 4000 bo'lishi mumkin. Undan keyin katayda demak 125 bo'lishi mumkin. 250, 500, 1000, 2000, 4000, 8000 bo'lishi mumkin. Demak, hammasini qo'shadigan bo'lsak, 15875 chiqadi. Keyingisi 16-sida. Birdan 100 gacha sonlar orasida ketma-ket 3 ta son tanlamoqchi. Bunda o'tlangan sonlardan ikkita eng kichik. Demak, o'zi oxirgi raqamlarni tekshirib ko'rsak bo'ladi. Ya'ni 1 dan 9 gacha nechta bo'lsa, 1 dan 100 gacha shuni 10 ga ko'paytirib qo'ysak bo'ladi. Chunki baribir hammasini oxirgi raqami bir xil. Misol uchun 11 dan 19 gacha bilan oxirgi raqami 1 dan 9 gacha oxirgi raqam bilan bir xil bo'lgani uchun 1 dan 9 gacha nechta bo'lsa, 1 dan 100 gacha shuni 10 ga ko'paytirib qo'yganimiz. Demak, 1 dan 9 gacha tekshirib ko'ramiz. 1,
2 3. Ikkita eng kichigi. Yig'indisi 3. 3ni shu ko'paytirsak 9. Bo'lmaydi 1 2 3 da. 2 3 4. Bunda ham bo'lmaydi. 3 4 5. 5 qatnashib bo'lmaydi. Hop, 4 5 6. Bu bo'ladi. 5 6 7 bo'lmaydi. 7 6 7 8. Bu bo'ladi. 7 8 9. Buni tekshirsak. Bu bo'lmaydi. 8 bo'lish shart emas endi bu yoq. 8 9 0. Demak, har 10 talikda 2 ta bo'lsa, 10 kare 2 20 ta bo'ladi. Tengisi 17. Quyidagi rebusda har bir harf turli raqamni ifodalaydi. Bir xil harflar esa bir xil raqamlarni ifodalaydi. IDC'ning eng kichik qiymatini toping. O'zi eng kichik qiymati 1 2 0 102 bo'lsa, 102 dan mana bu ko'paytma 102 ga ayrilgan 1 ga teng bo'ladi, 101. Lekin 101 ikkita sonni ko'paytmasi qo'yishda yozib bo'lmaydi. Shuning uchun bu 102 bo'la olmas ekan. Endi 103 tekshirib ko'rsak, 103 103 dan 1 ni ayirsak, mana bu ikkalasini ko'paytmasi 102 bo'lib qoladi. 102 nima degani? 2 kere 51 degani yoki buni 6 kere 17 deb yozsak bo'ladi. Bizda tastni yig'indisi aniq 6 dan katta, IMO ni yig'indisi esa bu 1 bo'lsa, hop, MO eng kamida bittasi 2, bittasi 4 bo'lsa ham, u ham 6 dan katta. Demak, ikkitasi ham IMO ham 6 dan katta bo'lgani uchun task bilan IMO ni yig'indisini 6 kare 17 deb yozib bo'lmaydi. Endi 103 ham bo'lmadi. 104 tekshirib ko'radigan bo'lsak, 104 bu 1 bo'ladi. 104 dan 1 ni ayirsak 103 ikkita son ko'paytmasi qo'yishda yozib bo'lmaydi. 6 dan katta, shuning uchun bu ham xato. 105 tekshirib ko'ramiz. 105 dan 1 ni ayirsak 104 bu tas mana bu yig'indi bilan bu yig'indini ko'paytmasi. 104 degan demak 2 kere 52. Bu ham 4 kere 26. Bu ham 8 kere 13 degani. 8 kere 13. Hop, demak birini 8, birini 13. Mana bu kichikroq bir borligi uchun, demak mana ikkalasining yig'indisi 7 bo'lishi kerak. 7 bo'lishi uchun 1 6 ola olmaymiz, 2 5 ola olmaymiz, faqatgina 3 va 4 ni olishimiz kerak. Demak bu yig'indi shunda 13 ga teng bo'lishi kerak o'z-o'zidan. 13 bo'lishi uchun demak bizda 1 3 4 lar ishlatib bo'lingan. 0 5 ham ishlatib bo'lingan. 2 ni ishlatsak bo'ladi. Eng kichigiga birontasiga 2. Qolgan ikkitasining yig'indisi 9 bo'lishi kerak, lekin 11 bo'lishi kerak. 5 ni ham ishlata olmaymiz. Demak bizda qolgan raqamlar 6 7 8 9 va 2 qolgan. 6 7 8 9 2 ni qo'shib, mana shulardan 3 tasini qo'shib 13 hosil qilib bo'lmaydi. Shuning uchun bu ham noto'g'ri bo'lib qoladi bizda. Xo'p, keyin 105 ham bo'lmadi. Demak, 106 olib ko'ramiz. 106 olib ko'rsak, demak 106 dan 1 ni ayiramiz. 105 bu mana ikkitasini ko'paytamiz. 105 degani nima degani bu? 7 kere 15 degani. 7 kere 15. Demak, IMO 7 bo'ladigan bo'lsa, bu 1 0 ketgan bizda. 1 2 4 qilib tanlashimiz mumkin. 1 2 4 ketdi. Tastni 15 chiqarish. Hop, bizda qolgan sonlarni yozamiz. 3 qolgan, 5 qolgan, 7 8 9. 3 5 7 ni tanlab 15 chiqarish mumkin. Demak, buni qilsa bo'lar ekan. Demak, IDC'ning eng kichik qiymati bu 106. Keyingisi 18. Tomonlar uzunligi 20 cm va 16 cm bo'lgan to'g'ri burchak shaklidagi qog'oz
rasmda ko'rsatilgandek buklandi. Shunday buklanadigan bo'lsa, bu uchun mana bu yog'i ham 16 bo'lishi kerak. Buklay olish uchun, demak bu 16 bo'lsa, bu yog'i ham 16. Bu yog'i 4 qoladi. Bu 4. Bu 4. Hop, endi mana bu buklasak bu 4 bu yoqqa keladi, bu ham 4. Bu 16 bo'lgancha bu ham 16 bo'lib tushadi. Demak, mana bu 4. Mana bu uchburchak yuzasi demak 8. Chunki ikkita tomon 4. 8. Endi bizda o'zi mana shu trapeziyaning yuzini topaylik. Mana shu trapeziya yuzi nimaga teng? Xo'p, mana bu yoq 16, bu yoq ham 16 bo'lsa, mana bu uchburchak yuzi o'zi 128. Mana bu to'g'ri yuzi 4 kare 16 64. 128 ga 64 ni qo'shadigan bo'lsak, shu trapeziya yuzasi mana shu to'rtburchak yuzasida trapeziya deb aytishyapmiz. 180 192. 192 dan 8 ni ayirsak, mana bu qolgan shakl yuzasi kelib chiqadi. 192 ayirgan 8. Bu 184 degan. 184. Endi shu mana bu bilan buklanyapti-yu. Buni yuzi bilan mana bu qizilga olib ko'rsataman. Mana buni yuzi teng bo'ladi. Demak, 184 ni 2 ga bo'lsak, mana bu 92 mana bu yuzi. Bu 8 bo'lsa, 92 ga 8 qo'shamiz, jami yuzi 100. Keyingisi 19. Doskada 0 dan farqli 3 ta har xil raqamlar yozilgan. Nodor va Salimning har bir buraqalardan bittadan 3 xonali sonlarni hosil qilishdi. Bunda hosil qilgan sonlar birlar xonasidagi raqami har xil. Xuddi shunday o'nlar va yuzlar xonasidagi raqami har xil. Farqi eng kamida nechaga teng bo'lishi mumkin? U iloji boricha kichik raqamlardan foydalangan bo'lsa, kichik raqamlar 0 ikkita aniq kichik raqamdan foydalanib bir-biriga yaqin bo'lishi kerak. Chunki yuzlar xonasida raqamlar har xil-ku. Ayirma eng kichik chiqishi uchun o'sha yuzlar xonasidagi raqamlar bir-biriga iloji boricha yaqin bo'lishi kerak. Misol uchun 1 2 bo'lishi mumkin yoki 2 3, 3 4 yoki 8 9. Endi uni boshqa joyda ishlatishimiz ham bor. Misol uchun o'nlar xonasida ayirmani raqami qancha katta bo'lsa, o'nlar xonasida ayriluvchini o'nlar xonasida raqam qancha katta bo'lsa, bizga shuncha foyda. Demak, biz 8 9 ni olganimiz foydaliroq. Bir-biriga yaqin. 8 9 ni tanlaymiz. Birini yuzlar xonasini 9 qilib olamiz, birini yuzlar xonasini 8 qilib olamiz. Keyin bu iloji boricha katta bo'lishi, buni o'nlar xonasini 9 qilib olamiz. Endi 0 yo'q bizada, 0 yo'q-ku. Demak, eng kichigini tanlayman, buni o'nlar xonasini 1 qilib tanlayman. Xo'p, buni endi 8 bu 1 bo'ladi. Mana bir xil raqamdan tuzilgan va bir-biridan ayirsak 27. Demak, eng kamida 27. Keyingisi 20. Turli raqamli sonning istalgan bir nechta bitta yoki hammasi ham bo'lishi mumkin. Raqamlarni ko'paytirganda natija o'nli yozuvda 8 raqam ishtirok etmasa, bu son omadli son deb ataymiz. 6 xonali omadli sonlar nechta? Hop, o'zi 8 ni ola olmaymiz aniq. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 6 xonali bo'lishi uchun qarang, 2 bilan 9 dan biri tanlay olmaydi. Xuddi shunday 3 bilan 6, chunki 2 kare 9 18, 8 bor. 3 bilan 6 dan biri ham tanlay olmaydi. 4 kare 7 28 bo'lishi 4 bilan 7 dan biri ham tanlay olmaydi. Endi bizda qolgan raqamlar 0. Birni ishlasak bo'ladi bemalol. Hop, yana 5 ni ishlasak bo'ladi, 6 ni. 8 ketib bo'lgan.
6 nima yozdim? 6 3 tanlamadik. Demak 0 1 5. Hop, 2 9. Agar 9 ni tanlaymiz desak, 9 tanlaydigan bo'lsak, 9 kira 3 27. 2 bilan 9 dan 9 tanlaydigan bo'lsak, 9 kira 3 27. 9 kira 3 27. Uni 4 ga ko'paytirsak 1 8 bo'ladi, 8 bor bo'lib qoladi. Endi 9 kira 3 27, 27 kira 7 189. 7 ni ham 9 bilan 3 ni ham 9 3 4 ni ham tanlamaymiz, 9 3 7 ni ham tanlamaymiz. Demak 3 aniq tanlanmas ekan. Demak 9 bilan 6 tanlanadi. 9 6 ni tanlaydigan bo'lsa, 9 kira 6 kira 4 216. Uni 5 ga ko'paytiradigan bo'lsak 1080. Lekin demak 4 ni tanlolmas ekanmiz. 9 6 ni tanlasak, 9 6 7 ni ko'paytirsak 378. Lekin demak 7 ni ham tanlamaymiz. Demak 9 bilan 6 ni ham tanlamaymiz. Demak 9 bu xato bo'lib qoladi, chunki 3 yoki 6 dan bittasi aniq tanlanishi kerak 6 xonali bo'lishi uchun. Hop, demak 9 ni tanlolmaymiz. Biz tanlaydigan raqamimiz demak necha bo'ladi? 2 bo'ladi. Tanlaydigan raqamimiz 2 bo'ladigan bo'lsa, aniq to'g'ri tanlamaymiz, chunki 2 dan 4 8. 2 7 ni tanlashimiz mumkin. Endi 2 6 7 ni tanlaydigan bo'lsak nima bo'ladi? 2 6 7 ni tanlaydigan bo'lsak 84 bo'lib qoladi. Demak, aniq 6 ni tanlamas ekanmiz. Demak, biz tanlaydigan raqamlarimiz 0 1 5 bo'ladi va 2 3 7 bo'ladi 6 xonali sonni. Shunda nechta 6 xonali omadli son bor deyapti. Birinchi o'ringa 2 3 4 5 6 ta o'rin desak, birinchi o'ringa necha xil raqam qo'yishimiz mumkin? 5 xil. Ikkinchi o'ringa, chunki 0 dan boshqa hammasini qo'yish mumkin. Ham 5 xil, chunki bitta raqam ishlatik birinchi o'ringa. Keyingi o'ringa 4 xil, keyingi o'ringa 3 xil, keyingi o'ringa 2 xil, keyingi o'ringa 1 xil. Jam ko'paytirsak hammasini 600 xil 6 xonali omadli son bor. 600 ta.